Har kuni 10 ming, 20 mingda onamga deb pul tashlab yuringlar. Har ikkala hayotda tilla olib berasizlar onalarga. Yoki qimmat bir buyum olib berasizlar, lekin biz shuni ravo ko'rmaymiz. Bolamiz tug'ilib qolsa, Xudo o'g'il berdi deb millionga velosipedchamidi, o'yinchoqmidi, balobatlar hali pultga yuradigan mashinalargacha olib berib, haligi ishtonini qilib qo'yadigan bolachaga sarflayveramiz-u, bizni qiynalib dunyoga keltirgan onamizdan xabar olmaymizda, esimizda yo'q. Nimaga? Endi onam shu onamda deymiz. Unaqa qilmaylik. Birinchi o'rinda ota-ona turadi, keyin farzand turadi. Bizda hozir boshqacha. Bola birinchi o'rinda, ota-ona ikkinchi o'rinda turadi. Ishonmasalaring, hayit bayramlarda yo boshqa bayramlarda bolalaringga nima olib beryapsizlar-u, onaga nima olib beryapsizlar, otaga nima olib beryapsizlar, bunday tasavvur ko'ringlar. Shunda javobi chiqaveradi. Ikkinchi duoibatga dohil bo'lgan odamlar har kuni 10 ming, 20 mingda onamga deb pul tashlab yuringlar. Har ikkala hayotda tilla olib berasizlar onalarga. Yoki qimmat bir buyum olib berasizlar, lekin biz shuni ravo ko'rmaymiz. Bolamiz tug'ilib qolsa, Xudo o'g'il berdi deb millionga velosipedchamidi, o'yinchoqmidi, balobatlar hali pultga yuradigan mashinalargacha olib berib, haligi ishtonini qilib qo'yadigan bolachaga sarflayveramiz-u, bizni qiynalib dunyoga keltirgan onamizdan xabar olmaymizda, esimizda yo'q. Nimaga? Endi onam shu onamda deymiz. Unaqa qilmaylik.